Assalomu alaykum, kanalimizga hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Urganch shahrida markazida desam bo'ladi. Shokomatallar ro'parasida 7 qavatli binolarimiz bor. Shuni 5-qavatida liftimiz ishlab turibdi do'stlar. 54 kvadratli 2 xonali kvartiramiz sotuvda, xudo xolasa. Do'stlar, kvartiramizga keldik. 5-qavat, yana ko'rib do'stlar, 4-qavat, 4-etajga tushyapti. Liftimiz ishlab turibdi diyecekman. 3 xo'jalik bo'ladi ekan. To'g'rimizdagi xo'jalik bor. Kvartirada ishim. Kvadrat metrine keladigan bo'lsak 54 kvadrat metr. Bor do'stlar, girgan prixoshkamiz ham katta. Ayrim jihozlari bilan sotiladi. Prixoshka, g'oli, palata ishga joyni ustida gaplashadi do'stlar. To'g'rimizda bo'ladi. Sauzelimiz bo'ladi. Gaz, suvdan muammosi yo'q beriladi. Restoranimiz bor. Bu yonimizda hojatxonasi, narsa alohida yerlari. Do'stlar. Lokatsiyasına keladigan bo'lsak, lokatsiyamiz Shokomatalni ro'parasida 5-qavatda. Bu domimiz 7 qavatli dom bu, liftimiz boshlanishida. Mebellarimiz bor. Bu yerda dokumentning qatorimiz ham turibdi yana yurtdoshlar. Ko'rsatib o'tibmiz ham bir narsasini. Pastdan laminat to'shalingan hamma narsasi bor. Bu yerimizga kelaversak, bu yerimizda xudo xolasa spalnimiz bo'ladi endi. Spalni. Prixoshkamiz ham boyna. Qo'llab qoladi shu yerda. Bu yerimizda mehmonxonamiz bo'ladi. Perdalarimiz bor. Konditsionerni xohlasangizlar kelishsangizlar qoladi ekan shu yerda. Xohlasangizlar kelishsangizlar tashab ketaman dedi. Bu narxdan tashqari bo'ladi. Do'stlar, narxini ekranda yozib qo'yamiz. Bemalol telefon reklama bajak bo'lsangizlar ham, mulklaringiz bo'lsa sotamada o'tirgan bo'lsangizlar ham bemalol telefon sotishga yordamlashib beramiz, xudo xolasa. Nomerlarimiz ekranda bor. Ya dokumentlarim 100% tayyor holda. Yo'g'indan tarixchilik do'stlar.